Assalomu alaykum. O'tgan darsimizda Nastroyki brokeri сообщение bilan bog'liq qo'shimcha dasturlarni o'rnatishni ko'rib chiqqandik. Bugungi darsimizda sozlamalar orqali ushbu dasturlar bilan ishlashni o'rganamiz. Buning uchun avval sozlamani ochib olamiz. Bu yerda dastlab hostname qismiga kompyuterning joriy IP adresini kiritishimiz kerak. Bu o'zi nima uchun kerak? Ilgari aytib o'tganimizdek, bu funksiyadan to'liq foydalanish uchun qo'shimcha dasturlar ham o'rnatiladi va bunda ularning hammasi vaziyatga qarab bitta yoki bir nechta kompyuterga taqsimlangan holda o'rnatilganda, ular o'rtasida ma'lumot uzatilishini ta'minlash uchun barchasi bitta tarmoqda bo'lishi va bunda bosh kompyuter shu tarmoqqa ulangan bo'lishi kerak. Hozir esa kompyuterning joriy IP adresini bilib olishimiz kerak. Buning uchun mana bu yerga o'tib sichqonchaning o'ng tugmasini bosamiz hamda Open Network Internet Settings ni bosamiz. Va bu yerdan Change Adapter Options ga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, kompyuter simli hamda simsiz bo'lgan ikkita tarmoqqa ulangan. Shu yerda diqqat qilamiz. Bulardan qaysi birini tanlaydigan bo'lsak, keyingi o'rinlarda ham undagi IP adresini kiritishimiz kerak. Ya'ni barcha sozlamalar aynan bitta tarmoqqa sozlangan bo'lishi kerak. Odatda kompyuter Wi-Fi routerga, hubga IP kabel bilan ulanadi. Biz ham hozircha shunga mos ravishda kabel orqali ulangan tarmoqni tanlaymiz. Hamda uni ustiga sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, statusga o'tamiz. Bu yerdan Details ni bosamiz. Va bu yerdan IP4 adres ma'lumotlarini olamiz. Ya'ni 192.168.46.151 boshqa adreslar emas. So'ngra uni bu yerga kiritamiz. Va use qismiga galchka qo'yamiz. So'ngra bu yerni saqlanib qilamiz. Endi esa ushbu IP adresini Order Monitor hamda Call Monitorning zarur fayllariga kiritamiz. Buning uchun avval Order Monitorning ustiga sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, Open File Location ni tanlaymiz va bu yerdan Order Monitor Settings degan faylni topib ochamiz. So'ngra uning hostname qismidagi local hostning o'rniga boyagi IP adresini kiritamiz. Hamda display 1 ni 2 ga o'zgartiramiz va bu yerni saqlanib qilib chiqib ketamiz. So'ngra shu kabi ma'lumotlarni Call Monitor Settings fayliga ham kiritamiz. Bu fayl ham Order Monitor Settings bilan birgalikda bitta papkada joylashgan. Faqat bunda display 2 emas, display 1 qilib kiritamiz. So'ngra bu yerini ham saqlanib qilib chiqib ketamiz. Endi esa ularning ishlayotgan yoki yo'qligini birin-ketin tekshirib ko'ramiz. Buning uchun avval Jetcafe dasturida biror stolga kirib zakaz berib, uni saqlanib qilamiz. So'ngra Order Monitorni ochamiz. Bunda Jetcafe dasturidan chiqib ketish shart emas, shunchaki pustni bosib, undan Order Monitorni topib ochamiz. Qabul qilingan zakaz mana shu ko'rinishda qizil rangda bo'ladi. Zakaz tayyorlanishi boshlanganda esa mana bu olovcha belgisini bir marta bosib qo'yamiz hamda u mana bunaqa ko'rinishga o'zgaradi. Zakaz tayyor bo'lgandan keyin esa qo'ng'iroqchani bir marta bosib qo'yamiz va u mana shu ko'rinishga o'tadi. Biz hali zakaz uchun aplata qilmadik. Shuning uchun ham mana bu ikkita galchkani har qancha bosganimiz bilan u o'chmaydi. Agar mana bu strelkani bosadigan bo'lsak, zakazning ma'lumoti oldingi tayyorlanayotgan holatga o'zgaradi. Bu asosan bitta zakaz tayyor bo'lganda uning o'rniga boshqasiga galchka bosib qo'yganimizda uni ortga qaytarishda qo'l keladi. Endi esa zakazga aplata qilib bu oynaga qaytamiz. Bunda bitta kompyuterda bir vaqtning o'zida bir nechta oynada ishlash kerak bo'lganda Alt Tab tugmalarini birgalikda bosamiz. Endi bu yerdan aplata qilamiz. Endi esa Order Monitorga qaytamiz. Bu yerdan qo'ng'iroqchani bosib, galchkani bosganimizda u o'chadi. O'chgandan keyin esa uni qaytarib bo'lmaydi. Odatda Order Monitor razdrachada, ya'ni tayyor bo'lgan zakazlarni tarqatish joyida kim bo'ladigan bo'lsa, uning oldida turadi. Negaki kassada zakaz berilgandan so'ng u avtomatik ravishda Order Monitorga o'tadi hamda razdrachadagi odam uni tayyorlash jarayoniga o'tkazib, u haqida kerakli oshpazga xabar yetkazadi. Zakazlar tayyor bo'lganda esa ularning ichida bir necha xil taomlar bo'lganda ham hammasini yig'ib mijozlarga beradi. Endi esa Call Monitorni sinab ko'ramiz. Bilamizki, Call Monitorlar o'ziga o'zi xizmat ko'rsatadigan yoki dastavka orqali zakaz beradigan mijozlar uchun o'rnatiladi va shuning uchun ham faqatgina samoobsluživание hamda dastavka tipida ochilgan stollar orqali zakaz berilgandagina u haqida ma'lumot Call Monitorda paydo bo'ladi. Ofitsialli stollarda qabul qilinadigan zakazlar esa Call Monitorda chiqmaydi. Hozir esa shuni ko'rib chiqamiz. Dastlab ofitsialli stolga, so'ngra samoobsluživание tipidagi stolga kirib zakaz beramiz. So'ngra Order Monitorga o'tib ikkala zakazni ham tayyorlashga jo'natamiz.
va xuddi order monitor kabi call monitorni ham ochib olamiz. Va bunda ko'rib turganingizdek, ofitsialniy stoldagi zakaz emas, samoobslujvaniyadagi zakaz bu yerda paydo bo'ldi. So'ngra order monitorga qaytib, zakazni tayyor deb belgilaymiz. Hamda yana call monitorga o'tamiz. Mana uning joyi o'zgardi. Endi zakaz uchun aplata qilamiz. Hamda order monitorda uni belgilab o'chiramiz. So'ngra call monitorga o'tganimizda zakaz raqami ham bu yerda yo'qoladi. Shu tariqa Nastroyki brokeri сообщениeni sozlab, JetCafe Extensions dasturlaridan foydalanish mumkin bo'ladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.